Ota-onangizni Umra safariga jo'natmoqchisiz, ishonchli firma oqtaryapsizmi? Eng asosiysi rasmiy litsenziyasi bo'lsin deyapsizmi? Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Farg'ona filialidan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Inshaalloh bizda barchasi qonuniy bo'ladi. Ya'ni qanaqa desalaring, hisobchilarimizga kelib ofisimizga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi, yoki-da O'zbekistonda 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarni tashab, hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring ham bo'ladi. Bemalol bizda ishonch bildirsalaring bo'ladi va eng asosiysi bizda sharoitlarimiz juda ham go'zal, ziyoratchilarimiz bizdan xursand va mamnun. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, biz sizlarga videomiz davomida standart paketimiz hamda maxsus ota-ona paketimiz bo'yicha to'liq ma'lumotni yetkazib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, standart paketimizda Madina Munavvarada 100 metrdan 400 metrgacha bo'lgan gastnitsa, Makka Mukarramada esa 1,5, 1,6, 1,7 masofadagi 3 ta gastnitsamiz. Sharoitlari juda ham chiroyli. Hozirgi kunda avtobusdan muammo bo'lyapti, chunki odam ko'pligi sababdan yo'llar probka. Aynan shunaqa holatda bizda 3 ta yonma-yon gastnitsamiz borligi uchun 6 ta avtobusimiz bor. Qaysi biriga chiqsalaring ham sizlarni o'sha gastnitsaga borasizlar. Oraliq u gastnitsa bilan bu gastnitsaning oraliq masofasi 100 metr ham chiqmaydi. Ya'ni sizlarga oson bo'ladi va eng asosiysi parkovka masalasi. Parkovkasi 3-hammomdan o'ngga burilib chiqqanlaringda 150-200 metr yurganda. Odam ko'p paytlarda biz parkovkaga xodim olingan, aynan ana shu xodimlar ziyoratchilarimizni qaysi avtobusga chiqishlarini ko'rsatib, avtobuslarni boshqarib turuvchi xodimlarimizgacha bor inshaalloh. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Madina Munavvarada 5 ga yaqin ziyoratlar, Ravza-i Sharifga 100% tashrif inshaalloh. Makka Mukarramada 10 ga yaqin ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohat xohlovchilar, kuchi yetuvchilar Toif shahriga borib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. 50 boshlarimiz o'zlarining pul yig'asizlar 5 riyoldan bozorga yoki-da umra badal qilgan chiqsalaringdan bitta guruhni yig'ib olib chiqishadi. 5 riyol borish, 5 riyol kelish. Aynan mana shu masalalarga ham alohida e'tibor berilgan. Hamda doktor masalasi, bizda doktorimiz bo'ladilar. Telegramdan misol Malak Al-Safa mana shu gastnitsada bemor bor desa, 15-30 daqiqa oralig'ida kirib, sizlarda dorilaring bo'lsa, birinchi yordamni ko'rsatadilar. Mabodo dorilaring yo'q bo'lsa ham biz O'zbekistonda o'zimiz dorilar yetkazib beramiz. Doktorlarimiz sizlarga chiroyli qilib qarashadi. Inshaalloh aeroportda kamzil, bejik, sumka, maxsus uchish yostiqchasi beriladi. Qaytayotganlarning esa 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Ushbu ma'lumotlar standart paketimizning ma'lumotlari. Endi standart paketimiz sanalari, narxlari bo'yicha ma'lumot beramiz. 16 Farg'ona Jiddiy yo'nalishdagi reysimizga $995 dan chegirma e'lon qilganmiz. 17 Farg'ona Madina, 18 Namangan Jidda, 21 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 25 Farg'ona Madina, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni $1025 dan qilib belgiladik. Xudo xolasa Toshkentdan ham reyslarimiz qo'yiladi. Toshkentdan ham reys so'raganlar aloqaga chiqishliklari mumkin bo'ladi. Endi biz maxsus ota-ona paketi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. 27-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishida bir juma Madina, bir juma Makkada o'qiysizlar. Madina Munavvarada 100 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada Malak Al-Safa 1,5 kilometr masofadagi gastnitsa. Madinada ham 3 mahal, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi siz aziz yurtdoshlarimizni ota-onalaring uchun yoki-da o'zlaring uchun. Undan tashqari 50 boshimiz aeroportdan guruhni olib borib ziyoratlarni qilgizib, yana aeroportga inshaalloh o'zimiz Farg'ona aeroportiga olib kelishadi va albatta inshaalloh ziyoratlar masalasi Madina Munavvarada Ravza-i Sharifga bir marta kirib
yana kirmoqchi bo'lganlar bo'ladi. Aynan ota-ona paketimizda Ravza-i Sharifga kirishni 2 marotaba qilib belgilaganmiz. Undan tashqari Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'ida kechki ziyofat, Qubbo masjidi, Uhud tog'i ziyoratlarini amalga oshirib, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati, Rojihiy masjidida kechki ziyofat, Toif shahriga borib 2 marotaba umra qilishlik imkoniyati. Ota-ona paketimizda aynan mana shunaqangi sharoitlarimiz inshaalloh tayyorlanadi. Ota-onalaring inshaalloh nima deydi, ishonchli qo'llarga topshirasizlar va ketishdan oldin aynan mana shu Centrum Holidays Marg'ilon filialida yig'ilish o'tkazib, chiroyli ma'lumotlarni yetkazib beramiz inshaalloh. Bu paketimiz 13-yanvarga ham bor edi. Ushbu paketimiz 5 kun oldin to'ldi. O'sha joylarimiz qolmadi. Ko'pchilik aloqaga chiqishdi. O'shaning uchun ertaroq joylaringni bron qilinglar. 27-yanvar Farg'ona Jidda $1090 dan siz aziz yurtdoshlarimiz uchun juda ham chiroyli narx chiqarib qo'ydik. Bizni kanalimizga obuna bo'linglar, kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa biz orqali borib kelayotgan ziyoratchilarimiz bizdan xursand va mamnun. Bizga obuna bo'lib, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha.